Shayx Salmon bir kun suhbatda sizlar yetim Faxt qissasini bilasizlarmi? Debdilar endi. Faxt bu qoplon degan. Bir bolani ismi ekan. Faxt. U bola otasi o'lib, onasi boshqaga turmushga chiqib ketib, yetim qolgan ekanda va o'sha Saudiya sahrosida bir badjahl zolim odamning xizmatini qilar ekan. Qo'ylarni boqar ekan. Va ertalabdan kechgacha qilgan o'sha uydagi ishlariga, qo'yni boqqaniga bir hovuch chigirtka berar ekan. Sahrodagi arablar chigirtka yer ekanda. Bir hovuch chigirtka berar ekan. Bir kuni ishlaganiga bir hovuch chigirtka berar ekan. Uni o'shani yer ekan, yana ertasi kuni ishlar ekan, yana bir hovuch chigirtka berar ekan. Bir kuni endi bolada ko'proq chigirtka yeb qo'yibdi-da. Ko'proq chigirtka yeb qo'ysa, boyagi odam bilib qolib, qattiq jazolabdi-da endi. Boshlarini toshlarga uribdi. Boshini oyog'ini tagiga olib ezg'ilabdi. Qattiq nima qilibdi endi? Iskanja. Endi bola kechqurun yotibdi. Yoshi 6 da. Masalan men buni eshitganimda o'yladim, masalan, bizni ham yoshligimizda jazolashgan, to'g'rimi? Sizni ham jazolashgan. Hammamiz ota-onalarimizning jahlini chiqarganimizda tarsak urishadi, yo turtib qo'yishadi, yo bir qattiq gapirishadi. Shunga dunyo ko'zimizga qorong'i ko'rinib ketadi. Aybdor o'zimiz bo'lsak ham. Endi u bolaning ahvolini qarang. Hech kimi yo'q. Bir katta odamdan ko'proq ovqat chigirtka yeb qo'ygani uchun bir zulm ko'rdi. Va tunda sahroda yolg'iz boshini silaydigan, ovutadigan 6 yoshli bola-da u. Hech kim yo'q. Juda nima qiladi? Ko'p ezilatda endi. Va bir juda xavfli plan reja tuzadi. Ya'ni qochish rejasini tuzadi. 6 yoshli bola uchun bu juda katta rejada endi. Qochish. Yoshi katta odam uchun nima bo'lishi mumkin? Ertalab turganda xo'jayini qo'ylarni bo'lib sug'orishar ekanda endi. Bo'lib sug'or deb buyruq berganda, o qo'ylarni hammasini birdan suvga haydab o'zi qochadi. Qochaveradi. Orqasiga qarab qo'yadi, quvib kelmayaptimikin deb. Sahroda hech kim yo'q, kimsasiz. Kechgacha qochadi. Tutib olmasin deb. Holdan toyib bir daraxtning tagida qorong'i tushgan paytda to'xtaydi, orqasiga qaraydi, hech kim kelmayapti. Bir o'zi yosh, murg'akda endi hali. Bo'rilar bo'lishi mumkin sahroda. Har xil narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni atrof ochiq xavfda hamma tomondan. G'ujanak bo'lib, onasining qornida qanday yotgan bo'lsa, daraxt tagidan shunday yotib, orqadan qutuldi. Oldida uni nimalar kutyapti endi. Xullas yana tong otishi bilan yo'lda davom etadi, kezib bu yoqqa boradi, bu yoqqa boradi. Charchab holdan toyib qolganda
uzoqdan bir daraxt ko'rinadi. Unga yaqinlashsa, o'sha daraxt tagida bir ayol turgan bo'ladi. Bu ayolga ko'ziga tushishi bilan, ya'ni bir-birini ko'rishi bilan o faxt yigit hushdan ketadi. Bolacha. Ayol darrov chopib kelib uni olib o'toviga olib boradi. O'toviga olib borib, suv berib, o'ziga keltirib, boshqa qilib endi bir narsa beray desa, u ayolda ham hech narsa yo'q ekanda, bunday qornini to'yg'izay desa, o'sha payt endi ularda tirikchiligi xurmo bilan bo'lgani uchun eri xurmo tergani ketgan ekan, uyda hech narsa yo'q ekanda. Shunday bo'lishiga qaramay, ayol bor nimalarni berib, bir suvlar bilan nima qilib, chanqog'ini qondirib, boshqa qilib, "Sen qayerga ketyapsan?" desa, "Men onasi boshqaga turmushga chiqib ketgan-ku, o'sha boshqaga turmushga chiqqan joyi Burayda ekanda, Burayda degan joyda ekan." Keyin boyaga ayol yo'lni ko'rsatib yuboribdi-da. Bola o'sha tomonga qarab yo'lga chiqibdi. Ancha yo'l yurgandan keyin Favora degan bir shaharga yaqinlashibdi. Va yana bir chodirga duch kelibdi. U chodirda bir yangi kelin kuyov yashar ekan. Kelin buni ko'rishi bilan darrov mehribonlik qilib uyga olib kiribdi. Kuyov ovqigani ketgan ekan. Buni sochlarini kesib, cho'miltirib, kiyimlarini qaynatib, endi bitlab ketgan ekanda. Kiyimlarini qaynatib, endi o'zini bir narsa bilan o'rab qo'yib, juda mehribonlik qilibdi-da endi boyagi bolaga. Keyin eri nimadan qaytib kelibdi? Ovdan qaytib kelibdi kelinni eri. Quyon ushlab kelibdi. Keyin quyonni pishirib, qovurib bolaga ham berishibdi-da. Endi o'sha bir tun o'sha kelin bilan kuyovni oldidagi bir tun butun umrga teng bir tun bo'libdi-da endi u bola uchun. O'sha odam faxt bu hikoyani nolib emas, odamlarga ibrat bo'lsin uchun aytib berganda, shu qismiga kelganda, o'sha unga go'sht berishgan qismiga kelganda yuzi yorishib ketar ekanda. Doim chigirtka yeb yurgan, unga kimdir go'sht, o'sha qismini eslab yuzi yorishib ketar ekanda shunday. Shayx Salmon aytar ekanki, men o'shandan beri, bu qissani eshitganimdan beri har yili o'sha kelinni bilmayman, otini bilmayman. O'shaning nomidan bir qo'y so'yaman har yili. Chunki u faxt meni otam bo'ladi. Otasi ekanda shu. Buni hikoya qilib bergan Shayx Salmonni otasi bo'lgan ekan, u chigirtka yeb yurgan bola. Shayx Salmon otasiga quyon go'shti bergan o'sha kelinni nomidan har yili bitta qo'y so'yar ekan. Endi oradan yillar o'tgan. Shayx Salmon aytar ekanki, bir kun bir odam qidirib keldi. Otamni, faxtni qidirib keldi. Bizni topdi. U o'sha zolim odamni o'g'li ekan. Otam kasal yotibdi, qarib qoldi, sendan afv so'rayapti. Kechirishingni so'rayapti desa, men uni ancha kechirib yuborganman. Ya'ni unutganman u nimalarni, u narsalarni. Xotirjam bo'lsin debdi-da endi.
Alloh undan keyin ham u odam o'lib ketgandan keyin ham o'sha zolim odam har doim o'sha faxt haqiga duo qilgan ekanda. Alloh rahmatiga olsin deb, marhamat qilsin Alloh deb. Bu qissadan ko'p hissalar chiqarsa bo'ladi. Birinchisi, har qanday istirobli yo'llar yorug'likka olib chiqishi haqida. Buni tushunamizda endi. 6 yoshidan istirob ko'rib, tepki yeb, kaltak yeb, chigirtka yeb. Bugun qarang, o'g'li dunyoning eng zabardast olimlaridan biri. O'zi bo'lmaganda bu yo'lda. Bu yorug'likka chiqanishida bu yo'lda. Ikkinchisi, birovga zarracha qilingan yaxshilik, bir misqol yaxshilik qancha katta bo'lib qaytib kelishi haqida boyagi kelindim muomalasini aytyapman-da. Shayx Salmonda har yili bitta qo'y so'yishini aytyapman. Qarang, bir qo'yondan bir burda go'sht yegandir endi bola, qancha yeydi endi 6 yoshli bola, ko'p yemaydi endi. Lekin javobini ko'rmaysizmi? Va uchinchisi, biz bir jamiyatdagi bir odam yomon bo'lsa, bir millatdagi bir odam yomon bo'lsa, hammasini birato'la yomonga chiqarib yuboramiz. Ular bunday, bular bunday deb. Lekin buni hammasi, voqeani hammasi qarang sahroda bo'lyapti. Bittasi kim edi? Zolim edi. Urib, so'kib, bir hovut chigirtka uchun bolani azoblagan ham o'sha sahroda edi. Yo'lda topib olgan, hushidan ketgan payti topib olib, o'ziga keltirib, shu Buraydaga ketadigan yo'lni ko'rsatgan ham o'sha sahrodan edi. Keyin uni o'toviga olib kirib, unga mehribonlik qilib o'sha quyon go'shtini yedirgan ham o'sha sahrodan edi. Ya'ni bir jamoada, jamiyatda, bir hududda bir odamni yomonligi u hududdagi hammani birato'la yomonga chiqarilmaydi. Xuddi shunday bir oiladan ham bir yomon chiqsa, u oilada hammasi yomon degani emas. Bu uchinchi hissa. Va bu qissadan yana ko'p hissalar chiqarish mumkin. Bu qismini tomoshabinlarning o'ziga qoldiramiz. Shunaqa.